Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Yaqindan buyon bir necha qarindishimiz menga uchur yo'llab, shu burni qanashni qandaq bir taraf qilish to'g'risida savol so'ragan edi. Men shu qarindoshlarimizga javob bergach, bugun shu burni qanash to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqati tövandagi leksiyada bo'lsin. Burni qanash, shu bizda cho'ng kichik, qari yosh, ayol demay hamma odamda ko'rilish ehtimoli bo'lgan bir xil jiddiy ahvol bo'lib, u ham ichki va tashqi sababdan paydo bo'lsa, ham burun va butun badanning kasallik sababidan paydo bo'ladi. Bu burnimizning ichida nihoyatda mo'l bo'lgan qildam tomirlar bo'lib, u tomirlar zaxmlanganda yoki tashqi muhitninki qurg'oqlik, qattiq issiqlik sababidan yerilib ketishi mumkin yoki bo'lmasa qon besimi yuqori kishilarda bu qildam tomirlar oson yerilib burnimizdan qon chiqishini keltirib chiqishi mumkin. Shu sababdanmi bu burun qanash mayli kichik bolalarda bo'lsin, mayli cho'ng odamda bo'lsin, nisbatan biroz ko'p uchraydigan ahvol bo'lib, ko'pincha kishilar bu xil qanash ahvolini ko'rgan vaqtida alohida jiddiylashishi mumkin, qanday qilishni bilmay qilishi mumkin. Shu qarindoshlarga ozroq savat bo'lib qolsin degan shaklda men tövandagi bu qisqa leksiyani so'zlab o'tmoqchi. Undaqda bu burun qanashninki sabablari nima degan vaqtida men bu sababni bir necha kategoriya bo'yicha o'tir qo'ymoqchi. Yana oldi bilan shu uninki tashqi sabab va ichki sabab. Tashqi sabab deganda shu badanimizning sirtidan kelgan sabablar bo'lib, bu shu havoninki qurg'oq yoki bak issiqligi yoki qurg'oq issiqligi, yomg'ir oz yog'ish yoki shu namlikninki bak to'van bo'lishi. Bu shu ko'pincha ahvolda burnimiz qanashni keltirib chiqargan muhim tashqi sabablarning biri. Andan keyin egiz tog'. Masalan, biz egiz tog' chiqqan vaqtimizdami, u vaqtida burnimiz oson qanaydigan ahvol bo'ldi. Undan keyin ushtum tut yuqoriga ko'tarilish. Misolanga egiz binoninki shu elevator, ya'ni lift bilan tez suratda yuqoriga ko'tarilib chiqqan vaqtida ba'zi kishilarninki burni qanaydigan ahvol bo'ldi. Andan keyin bu istak yoki har xil g'alati puroqlarninki shu burnimizni g'idiqlashi sababidanmi burni qanash kelib chiqadi. Undan boshqa ba'zi dorilar bo'libmi bak shu qon suyuldiradigan dorilar, aspirin qatorliq qon suyuldiradigan dorilar va ba'zi ximiyalik moddalar sababidanmi bizningki burnimiz qanash kelib chiqadi. Endi bunda deganlik shu ahvollarda hamma odamning burni qanaydi deganlik emas. Lekin shu ahvollar sababidan ba'zi kishilarda oson burni qanaydigan ahvol bo'ldi. Undaqda bu ichki sabablar, ya'ni badanning ichidagi sababidan burni qanashni keltirib chiqaradigan sabablar nima deganda, birisi qondagi binormallik. Qondagi binormallik degan vaqtida shu bizningki badanimizdagi qon to'xtatishga zarur bo'lgan shu qon to'xtatish donchalarniki yoki shu platelet deb qo'yamiz. Shu donchalar, qon to'xtatish donchalarniki sonining tuvan bo'lib ketishi yoki bo'lmasa boshqa shu qon tush bilan munosabatlik har xil kasalliklar. Andan keyin qon tomiridagi binormallik, ya'ni shu qon tomiri o'smisi deymiz yoki qon tomir temininki nepizlab ketishi yoki qon tomiridagi g'alitliklar.
Ondan keyin burundagi benormallik, shu burun ichidagi har xil kasalliklar, anandan keyin shu burun ichidagi qon tomiriniki benormalligi yoki bo'lmasa burun yallig'i, burun raki degandagidek burun ichidagi kasalliklar. Anandan keyin yuqori qon besimi bo'lgan vaqtidami burun qanash, ba'zi odamlarda burun qanash kelib chiqadi. Anandan keyin homila, ya'ni ayollarning ig'royoq mezgilda ba'zi ayollarda shu ig'royoq sababidan burun qanaydigan ahvollar bo'ldi. Bunda ahvol shu homila oxirlashib, yangi bola tuqqandan keyin bu burun qanashmi to'xtaydi. Burun qanashninki sabablari, ya'ni yuqorida men tashqi va ichki omil deb shu kategoriya bo'yicha so'zlab o'tdim. Endi shu burundagi kasalliklar sababidan va butun badandagi kasalliklar sababidan bo'ladigan shu burun qanash to'g'risidagi shu omillarni azroq inchikka to'xtalib o'tmoqchi. Ya'ni burundagi kasalliklar sababidan burun qanash kelib chiqadigan ahvollar shu zukam, burun yallig'i yoki bo'lmasa burunda bo'ladigan allergiya, ya'ni allergy deymiz. Ashlarning hammasi shu ba'zi kishilarda burun qanashni keltirib chiqarishi mumkin. Anandan keyin albatta burun zaxmlanishi, ya'ni burunga bir narsa tik ketgan vaqtida yoki bo'lmasa burnimizga bir narsa kirib ketgan vaqtida yoki bo'lmasa shu burnimizni ko'lab tirnoqimiz burunning ishini zaxm qilayotgan vaqtidami bu burun qanash kelib chiqadi. Bu ko'p uchraydigan sabablarning birisi hisoblanadi. Andan keyin qattiq tushkurish, shu bir narsaga allergiya bo'lib yoki bo'lmasa odatdagi atrofdagi puroqning g'idiqlashi bilan qattiq tushkurgan vaqtidami burun ichidagi qildam tomirlar yerilib ketib burun qanash kelib chiqadi. Burun o'smasi yoki burundagi o'sma yoki burun raki. Burundagi o'sma degan vaqtida shu burunning ichidagi munchoq o'smasi deymiz yoki xaltiliq o'sma deymiz, ya har xil ish qilib qandaylik bo'lsin shu o'sma bo'lgan vaqtida qanash kelib chiqadi. Bu o'sma hamda miyada rak deb ilishimdan sabab bu o'sma miyadagisi asosliqi yaxshi sifatlik o'sma, anandan keyin yomon sifatlik bo'lgan vaqtida albatta biz uni burun raki deb ataymiz. Bu burun qanashni keltirib chiqadigan muhim sabablarning birisi. Anandan keyin men yuqoridagi tashqi omil, ichki omildimi to'xtalib o'tdim. Shu burun qon tomiridagi benormallik, ya'ni burunning ichida nurg'unlagan qildam tomirlar bor. Bu qildam tomirlarda g'alatilik bo'lgan vaqtidami burun qanash kelib chiqadi. Bular shu burundagi kasalliklar, shu burun qanashni keltirib chiqaradigan burundagi kasalliklar hisoblanadi. Bütün badandagi kasalliklar ichida qaysi kasalliklar burunning qanashni keltirib chiqaradi degan vaqtida birinchisi qon uyushish benormalligi, ya'ni ba'zi kishilarda qon uyush benormal bo'lib, qon oson to'xtamaydigan ahvollar bo'ldi. Bu xil ahvollar bo'lgan kishilardami oson burun qanaydigan ahvol ko'rildi. Anandan keyin yuqori qon besimi, men yuqoridim deb o'tdim. Qon besimi yuqori bo'lgan vaqtidami burun ichidagi qildam tomirlar oson yerilib, burun qanash kelib chiqadi. Anandan keyin miyaga qon tushish, ya'ni mingida har xil sabablar tufaylidan miyaga qon tushgan vaqtida miyaning ichininki besimi yuqorilab, u qon atrofdagi to'qilmalarni bosgandan keyin bir qism qon burundan chiqishi mumkin. Bu odatda biroz ig'ir ahvolda shunday bo'ldi. Anandan keyin oqqon raki, ya'ni oqqon rakidami shu qon to'xtash zaxmiga, badanningki qon to'xtash iqtidori zaxmiga ta'sirga uchrab burun qanashni o'z ichiga olgan har xil oson qanash ahvoli kelib chiqadi. Anandan keyin shu qon suyuqlantiradigan dori ishlatish, ya'ni men yuqoridim deb o'tdim, tashqi omillar ichida shu aspirin qatorliq bir qism qon suyuqlantirish dorilari ishlatgan odamlarda shu burun qanash yoki oshqozon qanash degandagidek ahvollar ko'rildi.
Endi bu burun qanashning sabablarini biz endi ko'p uchraydigan va oz uchraydigan sabablar kategoriyasi bilan analiz qilgan vaqtimizda ko'p uchraydigan sabablar qurg'oq issiq havo, zukam, burun yallig'i, anandan keyin burunning zaxmlanishi, istak va g'alati puroqlardan kelib chiqqan burun qanash, ba'zi dori va ximiyalik moddalardan kelib chiqqan burun qanash, bu odatda shu ko'p uchraydigan sabablar hisoblanib, shu normalda burni qanagan ahvol ko'rilgan vaqtida ko'pincha odamningki burni qanishi mushu sabablardan kelib chiqadi. Bu sabablarni bir taraf qilmoqmi oson. Shunga agar bu sabablardan burun qanash kelib chiqqan vaqtida alohida jiddiylashishninki hojati yo'q. Anandan keyin oz uchraydigan sabablar degan vaqtida bu endi garchi bak ko'p uchurmasimi, lekin ko'pincha ahvollarda ig'ir ahvolniki, ya'ni badanda boshqa bir kasalliklarniki oldin signali bo'lib, bu xil ahvollar ko'rilgan vaqtida biz uningga alohida e'tibor berishimiz, ya'ni bu xil sababdan kelib chiqqan burun qanashqa sal qaramay doktorga berib munosabatlik tekshirishlarni ilib berishimizga to'g'ri keldi. Buning ichida birinchisi qon uyushish benormalligi. Bumi ba'zida murakkab kasal bo'lib, bu burni qanash bu kasallikning eng dastlabki signali bo'lib ifodalandi. Shunga agar bu xil sababning ehtimoli bo'lgan vaqtida cho'qim doktorga berib tekshirib beqish kerak. Anandagi yuqori qon besim bo'lgan vaqtidami burni oson qanaydigan ahvol bo'ldi. Buni endi qon besimini o'lchash orqali uqul bo'ldi. Miyaga qon tushish bu bir xatarlik ahvollar bo'lib, agar mush sababdan kelib chiqqan burun qanash ehtimoli bo'lgan vaqtida buningga hargizmi sal qaramaslik kerak. Cho'qim miyani tekshirtish kerak. Bo'lmasa kelgusida texmi yomon oqibat kelib chiqishi mumkin. Burun o'smisi va yoki burun raki buningga sal qarg'ilib bo'lmaydi. Bunimi cho'qim shu 5 a'zo bo'limiga berib tekshirtishga to'g'ri keldi. Andan keyin oqqon raki deganimizda hamda kichik bolalarda, o'smirlarda ko'p uchraydigan bo'lib, buning dastlabki ifodasi burni qanash bilan boshlanadigan ahvol bor. Shunglashqa bu burni qanagan vaqtida ham oddiy sabablardan bo'lishi mumkin, ham murakkab sabablardan bo'lishi mumkin. Shunga buni ahvolga qarab muomala qilishga to'g'ri keldi. Undaqda bu burni qanashni qandaq bir taraf qilish kerak? Hemen yuqorida deb o'tdim, hamda burni qanaydigan ahvol tunji qitim yuz bergan vaqtida insonlar alohida jiddiylashishi mumkin. Mayli u kichik bolalarda, bolamizda bo'lsin yoki oilamizdagi cho'nglarda bo'lsin, burnidan to'xtamay qon eqiyotgan vaqtida hammamiz jiddiylashishimiz, qanday qilishimizni bilmasligimiz mumkin. Men tövanda bu to'g'risida qanday qilish to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Burni qanash yuz bergan vaqtida oldi bilan hargiz jiddiylashmaslik kerak. Ya'ni rasmda ko'rsatilgan sol tarafdagidek turib yoki o'ltirib burnining ikki tarafini qo'limiz bilan ching tutish, qisib turish kerak. Uningga hamda albatta lunga yoki boshqa paxtadek bir narsa ishlatsak bo'ldi. Buningki asosli maqsad nima degan vaqtida shu qon chiqishni to'xtatishga yordam berish, ya'ni besish orqali qon tomirlarga besim tushirib, aningki yerilib ketgan qon tomirlarning itilishiga yordam berish hamda. Va rasmdagi o'ng tarafdagidek turganda bu xato bir taraf qilish usuli bo'lib, bundaq qilgan vaqtida qon sirtqa chiqmay ig'izga kirib ketishi, ya'ni oshqozonga yoki o'pkaga kirib ketish ehtimoli bor. Shunglashqa bu burnni qisib turgan vaqtida cho'qim bu sol tarafdagi dek oldimizga ingishib turish kerak, ya'ni chiqqan qon cho'qim sirtqa eqib ketish kerak. Bo'lmasa oshqozon ichimizga kirib ketib, biri
qanchalik qon chiqqanligini bilolmaymiz. Ikkinchisi, oshqozon kirgan vaqtida ba'zi odamlarda ko'ngil ilishish, qusish, yondirish paydo bo'lib, bu qon chiqish ahvolini texmi murakkablashtirib o'tishi mumkin. Undan boshqa o'pkaga kirib ketsa, nafasimizga ta'sir qildi. Shunlashqa chiqqan qon cho'qim sirtqa eqib ketish kerak. Bunda vaqtida qanchalik qon chiqqanligini yaxshi faraz qila olamiz. Anandan keyin bu shu xil holatda taxminan 10-15 minut turishimiz kerak. Anandan keyin bu shu nimani shu qon oqqan shu tarafga muz yoki muzni bevosita qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasa lungiga muzni o'rab shu yerga besib tursak sovuqdan qon tomirlar tariydi, qon chiqish vaqtini qisqartqili, qon chiqqan qonning miqdorini ozlatqili bo'ladi. Bular odatda shu qon chiqqan aman bir taraf qilish qon chiqishni bir taraf qilishningki eng oddiy usullari bo'lib, ko'pincha odamlarda mushu bir taraf qilish orqali qon asosan to'xtaydi. Burni qonashni bir taraf qilishda agar tövendeki ahvollar bo'lgan vaqtida darhol doktorga berishga to'g'ri keldi. Ya'ni yuqorqi usul orqali shu burnimizni lunga yoki qo'limiz bilan ching siqib turib yoki ustiga muz qo'yib bir taraf qilish orqali 20 minut ichida qon to'xtamasa yoki qonash ig'ir bo'lib qisqa vaqt ichida ko'p qon chiqqan vaqtida biz cho'qim jiddiy doktorga berishimizga to'g'ri keldi. Anandan keyin nafas ilishimiz qiyinlashgan vaqtida cho'qim jiddiy doktorga berishimiz kerak. Anandan keyin bosh qattiq og'irgan vaqtida bosh qaygan, ko'z to'lashgan, ko'ngli ilishgan yoki yondirg'isi kelgan ahvol ostida cho'qim jiddiy doktorga berishga to'g'ri keldi. Hamda men yuqorida ta'kidlab o'tdim, bu burni qonash tunji qitim yuz bergan vaqtida ko'pincha odam alayda jiddiylashishi mumkin, lekin mutlaq ko'p xil ahvol ostida undaq jiddiylashishninki hojati yo'q. Ya'ni mundaq chiqqan vaqtida yuqorida men deb o'tgan usullar orqali bu qon chiqishni to'xtatqili bo'ldi. Anandan keyin umu bir alayda ig'ir ahvolninki bo'lishidan derak bermasligi mumkin. Ya'ni kundalik turmushimizda ko'p uchraydigan ba'zi oddiy ahvollarmi qon burnimizdan qonishni keltirib chiqarganlik uchun uningdan alayda bir jiddiylashib ketishninki hojat yo'q. Lekin qisman ahvolda bu burni qonash ig'ir oqibatlardan derak berganligi uchun men yuqorida deb o'tgandagidek bu xil ahvollar bo'lgan vaqtida darhol doktorga berib munosabatlik tekshirishlarni ilib berishga to'g'ri keladi. Agar yuqorqidek undaq jiddiy ahvol bo'lmagan vaqtida albatta bizningmi jiddiy doktorga berishimizningki zarurati yo'q. Lekin tövendeki ahvollar bo'lgan vaqtida, ya'ni burni qayt qonigan ahvol ostida biz muvofiq vaqtda, ya'ni jiddiy emas, muvofiq vaqtda doktorga ko'rinib, tövendeki tekshirishlarni ilib berishimizga to'g'ri keldi. Birinchisi, qon besimimizni o'lchab beqishga to'g'ri keldi. Albatta, buni qon besimini o'lchash uchun cho'qim doktorga berishninki hojati yo'q. Lekin shundaqdimi, agar doktorga ko'ringan vaqtida atrofliq tekshirish uchun oldi bilan qon besimini o'lchab beqishga to'gri keldi. Andan keyin qon tekshirish bo'libmi, qon to'xtash vaqtini tekshirib beqishga to'gri keldi. Bu qon tekshirish yoki qon to'xtash vaqtini tekshirish orqali qonda benormallik bormi yo'qmi yoki bo'lmasa bu burni qonash qondagi benormallikdan kelib chiqqanmi yo'q degan ahvol ostida o'ylanib beqishga to'gri keldi. Andan keyin 5 a'zo bo'limiga ko'rinish, ya'ni burun bo'limiga ko'rinish orqali burnini tekshirib beqish, burnida shu qon tomirlarida g'alatilik bormi yo'q
yo'q, anandan keyin burnida o'sma yoki burni rak bormi yo'q degandagidek bu ahvollarni tekshirib chiqishga to'g'ri keldi. Oxirida eng muhim bo'lgani, ya'ni mingini tekshirish, mingini CT yoki MRI orqali tekshirish orqali mingida har xil g'alatiliklar bormi, ya'ni mingidagi g'alatilik sababidan bu burun qanash kelib chiqqan ehtimollik bormi yo'qmi degandagidek bularni tekshirib beqishga to'g'ri keldi. Bular garchi bak ko'p uchraydigan ahvollar bo'lmasmi, lekin ig'ir oqibatni keltirib chiqadigan ahvol bo'lganligi uchun buningga cho'qim sal qaramaslik kerak deb qarayman. Endi oxirida burni qonashning oldini olish to'g'risida ozroq to'xtalib o'tmoqchi. Hamda bu burni qonashning oldini olishda albatta mushu ko'p uchraydigan anandan keyin biz qila oladigan omillardan boshlashimiz kerak. Ya'ni biz agarda mushu aspirin qatorliq qon suyuldiradigan dori ichayotgan bo'lsak, buni cho'qim ichishni to'xtatishimiz kerak. Anandan keyin bu mayli biz o'zimiz turayotgan uy bo'lsin yoki atrofimizdagi muhit bo'lsin, quruq, issiq quruq yoki issiq bo'lgan vaqtida bu shu o'zimiz uyninki yoki burnimizniki namligini oshirishimiz bu burni qonashninki oldini olishda bek muhim. Anandan keyin shu quruq issiqlikdan parz tutish bumi shu burni qonashning oldini olishda belgilik rol o'ynaydi. Burningizni zaxm qilishdan saqlaning. Ya'ni ba'zi insonlar shu burnini to'xtamay burnini kovlashga, tirnoq bilan burnini kovlashga odatlanganlik uchun bu burni kovlash jarayonida biz osonla burnimizdagi qildam tomirlarni zaxmlantirib qo'yishimiz mumkin. Shu sababdan qonaydigan ahvollar xili ko'p uchraydi. Anandan keyin istitak va g'alati puroqlardan yiroq turing. Ya'ni bular bak allergiya sababidan burun qonaydigan ahvollar bo'lib qolsa yoki shu g'alati puroq istitaklarniki burnimizni g'idiqlashidan kelib chiqqan burun qonash bo'lib qolsa, cho'qim bulardan yiroq turish kerak. Shu orqali kam deganda bir qism, ya'ni ko'p uchraydigan burun qonashniki oldini olg'ili bo'ladi. Bugungi bu burni qanash to'g'risidagi qisqacha leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarningki diqqat bilan anglaganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar.